Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Xudo xolasa bugun 26-sentyabr 2025-yil. Hop, Ash nohiyasi Do'stlik qishlog'idagi ishimizni ham tugatdik. Mana xudo xolasa ko'ringlar, juda ham sifatli ish qildik. Turbalargacha tushirib berganmiz. Uy egasini talabiga binoan turbalarni ham qo'yamiz deganda akamiz. Mana turbalargacha tushirib, qoidaviy qilib berganmiz. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aziz tomoshabinlar, biz doimo xizmatdamiz. Mana ko'ringlar. Hamma tomoni bir xil fasonda bo'lgan. Yangi fason, xudo xolasa birinchi yanvargacha garantiya berganmiz. Tarnovlarni o'zimiz qo'yganimiz uchun, xudo xolasa ichkaridagi tarnovlarni ham polni o'zimiz qo'yganmiz. 1-yanvargacha 2026-yil 1-yanvargacha xudo xolasa garantiya berganmizki, suv o'tib ketsa kelib bezbandi xizmat qilib beramiz deb. Xudo xolasa avvalo xudo o'tmasin. Bolalar chiroyli qilib ishlagan, mana ko'ringlar. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aziz tomoshabinlar, biz doimo xizmatdamiz sizlar uchun. Hop, ko'ringlar aziz tomoshabinlar, mana kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqib berasizlar. Turbalarning har bittasini 400 so'mdan qo'yib berganmiz. Uyga hech nima kelgan yo'q, hammasini o'zimiz olib kelganmiz. Tunuka, reka, samariz, germeti, ilesa, taxta, xizmat haqqilarigacha mana hamma materialni o'zimiz olib kelganmiz. Uyga faqat abit berganlarda nimaiki uyimiz yaqin bo'lgani hisobiga uyga borib kelib ishlaganmiz o'shanga. Faqat abit berganlarda yotib ishlanmagan. Ko'p klientlarimiz so'raydi, yotib ishlayapsizlarmi deb. Agar uzoq joy bo'lsa, aziz tomoshabinlar, yotib ishlaymiz. Nimaiki har kuni borib kelishga uzoqlik qiladi bizga. Shuni hisobiga yotib ishlaymiz. Yotoq joy, yeb ichishga qoraysizlar uzoq joyda. Mana ko'ringlar. Akamizga tilla rangli tunka yoqqani yoqar ekan. Shu tilla rangli tunkani mana chiroyli qilib kombinatsiya qilib qo'yib berganmiz balandga. Frontonlargacha bo'lgan mana. Hop, aziz tomoshabinlar, kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar. Biz doimo xizmatdamiz. Ko'ringlar, mana sifat, kачество birinchi o'rinda, xudo xolasa. Ko'ringlar, mana juda ham chiroyli qilib urib berganmiz. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar. Biz doimo xizmatdamiz sizlar uchun. Burchaklarga moddiy e'tibor berasizlar. Bironta stik tushmagan, chok tushmagan, hammasi qoidaviy bo'lgan, kitobiy bo'lgan. Hop, Xudoga shukr. Xudoga shukr qilish kerak. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor aziz tomoshabinlar. Ko'ringlar mana. Akamiz yaxshi niyatda uy qilgan ekanlar. Xudo xolasa uylari nasib qilsin, o'zlariga chiroyli to'ylarni qilsinlar. Mana. Ko'rishinglar mumkin. Sifat, kачество birinchi o'rinda. Mana burchaklari ham cho'tki kelgan, umuman stik lenta penta qo'yilmagan. Ko'ringlar. Mana. Hop, aziz tomoshabinlar, doimo sog' salomat bo'linglar. Xullas, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Nima xizmatlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Biz doimo xizmatdamiz. Doimo tan joyinglar sog' bo'lsin aziz tomoshabinlar.